Assalomu alaykum. Ushbu loyiha Milliy bank Toyloq Buxo hamkorligida Samarqand viloyati Toyloq tumani Baxshtepa mahallasida 173, 176, 177 sonli konturlarda amalga oshirilmoqda. Ko'rib turganingiz 173-kontur. Bu yerda no'xat ekilgan, maydoni 3 gektar. Bu ham no'xat 176, 177 konturlar bular. Bu yer 6 gektar hisoblanadi. Bu yerda ham no'xat ekilgan. Bu yerdagi ekinlar zamonaviy usullar bilan parvarishlanmoqda. Hozirda ekinlar gullash davrida. Ekinlarni yetishtirish 90 kun davom etadi. Yetishtirish jarayonida sug'oriladi, tabiiy va mineral o'g'itlar bilan oziqlantiriladi. Ushbu loyihaga 23 ta dehqon xo'jaliklari biriktirilgan. Har bir dehqon uchun o'rtacha 43 sotixdan yer maydonlari to'g'ri keladi. Loyihani samarali amalga oshirish uchun tadbirkor Aliqulov Aziz ishlab chiqarish kooperativi biriktirilgan. Ushbu loyiha bo'yicha har bir gektardan 2,5 tonna, jami 25 tonna hosil olish rejalashtirilgan. Kelajakda ekin maydonlarini kengaytirish va shu orqali dehqon xo'jaliklarining daromadini oshirish niyatidamiz.